Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va Cherry AD Master qarshi obunachilari. Bugun sizlar bilan Tiggo 2 Pro avtomobilimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Bu avtomobilimizning motori 1 litrli 102 ot kuchiga ega 3 porshinli turbina motor hisoblanadi. Shahar ichida 6 ta, dalni yo'lda 4 tagacha rasxod qiladi. 5 yil yokida 150 ming kilometr garantiyasi ham bor. Bu avtomobilimizning ichki salonlariga keladigan bo'lsa, 85% ekokoja bilan qoplangan, torpedalar, eshik obshipkalari bilan birga. Rullarda, sidinalarda podogrev sidinalari bor. Ya'ni sidinalar qiziydi, rullargacha qiziydi. Mashinamizning bagaji ancha katta bo'ladi, 420 litr hajmga ega bo'ladi. Propanlanib bemalol ustunovka qilaversangiz bo'ladi. Mashinamizning baloni 17 razmerda bo'lib, podyomlari 50 razmerda bo'ladi. Yurishlari ham ancha yumshoq bo'ladi. Mashinamizning narxi 214 million 900 bo'lib, naqd yoki avtokredit yo'nalishida xarid qilaman degan mijozlar uchun 25 million chegirmalar ham mavjud. Agar sizga rassrochka yo'nalishlari kerak bo'lsa, 4 yilgacha bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin.